Mayli bo'lmasa, siz amridan xavotir olmang. Hammasini hal qilamiz. Faqat bolalarga yaxshi qarasangiz bo'ldi. Voy sizni bolalaringiz alohida e'tiborga ega. O'zichi mana shunaqa sizga o'xshagan tushunadigan roditserlar bilan ishlash baribir boshqacha-da. Mayli, rahmat. Siz menga keluvdingiz? Ha, assalomu alaykum. Kiring. Keling xizmat. O'g'lim bog'cha yoshiga yetib qoldi. Shunga bog'chalarni aylanib, ko'rib yurgandim. Sizni bog'changizni maqtashuvdi. Shuning uchun keldim. Bog'chaga kelsak, to'g'ri eshitibsiz. Bizani bog'chamiz rostdan ham boshqalardan ko'ra farqliroq. Hamma shart-sharoitlari bor. Keyin bizani bog'chaga hammani ham berishga qurbi yetmaydi. Bog'changizda nima imkoniyatlari bor o'zi? Imkoniyatga kelsak, har bir bolaga alohida e'tibor qaratiladi. 4 mahal ideal ovqatimiz bor. Kuzatuv kameralari qo'yilgan. Turli xil to'garaklar bor. Rasm chizishlar bor. Basseyn deysizmi? Bolalar zerikmaydi bizning bog'chada. Tarbiyachi odamni ust-boshiga qaramasdan hurmat qilishlik, o'zida kattani ko'rganda salom berishlik, tarbiyani o'rgatadigan nima bor sizlarning bog'changizda? Mani farzandimga sizlarning bog'cha to'g'ri kelmas ekan. Sog' bo'ling.